Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, hurmatli MyBank Uz kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan ancha vaqtdan beri ko'rishmay ketdik. Ancha vaqtdan beri sizlarga atab videolar qilmay ketdim. Bu o'ziga yarasha sabablari bor va bugundan boshlab ahd qildimki, bu proyektimizni davom ettirishimiz kerak. Xalqimizni moliyaviy savodxonligini oshirishimiz kerak. Kanalga obuna bo'ling, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, like, podpiska, kommentariyani o'zingizni ayamang. Sababi faqat va faqat mazkur kanalni rivojlantirish va shaxsan menga motivatsiya beradigan va sizni qo'lingizdan keladigan yagona narsa bu like, kommentariya va bu kanalga podpiska bo'lish. Demak, bugun sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzuyimiz haqida bir og'iz fikrim aytsam, ko'pchilik kommentariyalarda ba'zi bir joylarga men o'zimni shaxsiy akkauntimda Telegramda qanday topishni yozganman va mana shunda ko'pchilik bitta savol bilan murojaat qilgan. Bu ham bo'lsa, deylik, banklar ishonchlimi? Deylikki, banklarga omonat qo'yadigan bo'lsak, erta bank yopilib ketsa nima bo'ladi? Pulni qanday qilib qaytarib olishimiz mumkin degan savollarga bugun bir qancha o'zimni javoblarimni berib o'tmoqchiman va videoni oxirigacha ko'ring. Siz mana shu videoni ko'rish orqali sizni banklardagi omonatingiz qay darajada kafolatlanganligi, qaytarib olishingiz tartibi qanday bo'lishi haqida siz albatta ma'lumot olasiz. Demak, ekranga yaxshilab joylashib oling. Demak, avvalo boshlashim kerak. O'zbekistonda siz va menga o'xshagan bank mijozlarini, omonatlarini qonunan kafolatlab qo'yilgan joyi bor. Ya'ni mana shunaqa qonun bor. Bu 18 fevral 2025-yilda banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risida 1031-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan va bu 19 fevral 2025-yildan boshlab ishlab kelmoqda. Bu qonun orqali biz bank mijozlarining aynan banklarda turgan omonatlarini qay tartibda kafolatlanganligi to'liqligicha yozib o'tilgan. Agar o'zlaringizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol lex.uz sayti orqali izlab topib ko'rishlaringiz mumkin. Qonun raqami 1031 18 fevral 2025-yilda qabul qilingan deb izlashlaringiz kerak bo'ladi. Demak, bu qonunda sizlarga har bitta moddasi bo'yicha bu qonun haqida gapirib bermoqchi emasman, chunki sizlarga kerak bo'lgan va kerak bo'lmagan joylari bor. Albatta bu siz vaqtingizni olib qo'yadi. Endi kerak bo'lmagan informatsiya kerak emas. Masalan, yangi bank ochildi va bu bank qachondan keyin bu omonatlarni himoya qilish kafolatlariga, ya'ni shunaqa bitta agentlik tuziladi va bu agentlikka qachondan boshlab pul o'tkazadi, qancha pul o'tkazadi, bunaqa narsalar sizlarga umuman kerak emas. Bu narsa faqat bank ishi va iste'molchilarga kerak bo'lgan moddalar haqida aytib o'tmoqchiman. Demak, banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonunning 26-moddasida qancha summagacha bo'lgan omonat summasi kafolatlanganligi to'g'risida yozib o'tilgan joy bor. Ya'ni siz bitta bankka omonat qo'yadigan bo'lsangiz, omonatingizning 200 million so'm ekvivalent qismi davlat tomonidan kafolatlangan. Ya'ni siz deylikki AQSh dollarida omonat qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki so'mda omonat qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Mana shundan 200 million qismigina kafolatlangan davlat tomonidan. Siz 500 million so'm omonatingiz bor va mana shu 500 million so'm omonatdan faqat 200 millioni kafolatlangan. Sizning 100 million so'm omonatingiz bo'ladigan bo'lsa, 100 milliondan 100 million. Maksimal kafolatlangan miqdori 200 million so'm. Deylik, sizning omonatingiz AQSh dollari yoki yevroda bo'ladigan bo'lsa yoki umuman rublmi, chet el valyutasida bo'ladigan bo'lsa, 200 million so'm ekvivalent qiymatdagi qismi kafolatlangan hisoblanadi. Demak, bu kafolat nima uchun kerak?
Banklarni avvalo bir tashkilot deb tushunishimiz kerak. Bu bir foyda olish maqsadida tuzilgan bir tashkilot deb tushuning. Va bank mijozlardan, xalqimizdan, umuman o'z mijozlaridan omonat qabul qiladi. O'rtacha bugungi kunda 22-23% dan. Va mana shu qabul qilingan omonatni boshqa kredit so'raganlarga kredit sifatida balandroq foiz stavkada beradi. Ya'ni kim 22% dan omonat olib, 30% dan uni sotadi. Mana shu mablag'da. O'rtadagi 8% bu bankning foydasi. Endi bu yerda risk bor. Bu yerda tavakkalchilik bor. Ya'ni tavakkalchilik sizdan olayotgan pulni bank 100% qaytaradi. Kredit sifatida bergan pulga endi mijoz 100% qaytarib berishga bu 100% emasda, qaytarib berishi aniq emas. Bu yerda xatar mavjud, bank uchun o'zini xatari mavjud. Mana shu vaziyatda olgan odamlar kreditlarini to'la olmasa, nima bo'ladi? O'z-o'zidan bank omonatlarini to'la olmay qolishi mumkin va bir qancha sabablar bilan bank bankrot bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bankrot qachon bankrot bo'ladi? O'zini majburiyatlari, ya'ni omonat, shunga o'xshagan o'zini majburiyatlarini qoplashga, ya'ni o'zini majburiyatlarini to'lab berishga puli yetmaydi. Mana shu holatda bank bankrot holatiga kelgan bo'ladi. Bankrot holatiga kelgandan so'ng, o'z bankrotlik to'g'risida qonun bor. Xohlangan bankrot bo'lgan tashkilot o'zini o'sha faoliyatini to'xtatishini o'zini ketma-ketlik bosqichlari bor. Va mana shu bosqichda davlat fuqarolarimizni o'ylagan holda omonatlarni kafolatlab qo'yyapti. Kafolatlagandan so'ng esa shu bank mabodo bankrotga uchrab qolgan vaqtda davlat sizga to'lab beradi. Bitta bankdan ochilgan 200 million so'mgacha bo'lgan qismini. Bu joyda bitta bir narsaga aniqlik kiritilmagan, lekin bu narsa yo'q ham deyilmagan. Ya'ni bitta bankda 200 million so'mgacha deyilgan. Aytilmaganki, boshqa banklarda, masalan, Xalq bankida ochilgan 200 million so'm uchun 200 million, Agrobankda ochilgan 500 million so'm uchun ham 200 million kafolatlamaymiz degan joyi yo'q. Ya'niki bundan kelib chiqadiki, Xalq bankidagi 200 million so'mingiz, Agrobankdagi 200 million so'mingiz va boshqa banklardagi omonatlaringiz ham bir vaqtda o'zida qoplanadi. Ya'ni siz 5 ta bankka 200 million so'mdan omonat qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni 1 milliard so'mingiz o'z-o'zidan kafolatlangan hisoblanadi. Mana shu narsaga to'xtab o'tilmagan, ya'ni faqat istalgan bankda ochilgan 200 million so'm deyilmagan, bitta bankda ochilgan 200 million so'm deyilgan. Bu degani siz agar risk qilishni xohlamasangiz, tavakkul qilishni xohlamasangiz, banklarga 200 million so'mdan bemalol omonat qo'yib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu joyda omonat qo'yish haqida ham o'zimda sizlarga beradigan tavsiyalarim mavjud. Bank qachonki bankrot bo'lishi mumkin, qachonki bank yaxshi foyda olmasa, uni foydasi to'g'risidagi ma'lumotlar berib boriladi. Agar kerak desalaringiz, keyingi mavzularda, keyingi videolarda hozirgi kunda O'zbekiston banklari olayotgan foydalari, sof foydasi to'g'risida ma'lumot sizlarga beraman. Ya'ni bitta bank bir yilda 500-600 milliardlab, hattoki 1 trillion so'mgacha foyda olayotgan bo'lsa, bu bankni bankrot bo'lish ehtimoli umuman 0.1% da. Bunaqa banklar bankrot bo'lmaydi, chunki ishini shunaqangi to'g'ri yo'lga qo'ygan, yaxshi ish ketyapti, foydasi zo'r. Bunaqa banklar bankrot bo'lish ehtimoli juda past. Shuning uchun bu banklardan qo'rqmasangiz bo'ladi, bemalol omonat qo'yaversangiz bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Agar qo'rqsangiz 200 million so'mdan joylab olishingiz mumkin har bitta bankka. Endi yana bitta narsa, mazkur qonunning, ya'ni banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonunning 29-moddasida qancha muddatda mabodo bank bankrotga uchraydigan bo'lsa, siz omonatingizni qaytarib olishingiz to'g'risida yozib o'tilgan. Ya'ni bu 2025-yilda o'sha siz qo'yilgan
omonat qo'ygan bank bankrot bo'ladigan bo'lsa, 20 kun ichida qaytarib olishingiz mumkin. 2026-yildan boshlab bu muddat 10 kungacha, 2027-yildan boshlab 7 kungacha qisqarib ketadi. Ya'ni kim olasiz. Bankrotga uchradimi 200 million so'mni siz bemalol qaytarib olasiz. Shuning uchun hech ikkilanmasdan o'zimizni xalqimizga aytib qo'ygan bo'lardim shaxsan men. Hech ikkilanmasdan o'zlaringiz uyda turgan mablag'laringizni omonatga qo'yinglar. U bitta narsani oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Sizni sandiqda saqlayotgan mablag'ingiz bir yilda o'rtacha 10-12% qismini yo'qotadi. 100 million so'm agar siz sandiqda saqlayotgan bo'lsangiz, bir yildan keyin uni 100 million deb qabul qilmang. U miqdori 100 million bo'lishi mumkin, lekin to'lov qobiliyati 100 million bo'lmaydi. U to'lov qobiliyati bir yildan keyin 88-90 millionga tushib qoladi. Sababi bizda inflyatsiya mavjud. Yaxshigina inflyatsiya mavjud. O'tgan yil 2024-yilda 9.8% inflyatsiya ko'rsatkichini ko'rsatdi. Markaziy bank har holda shunaqa deb aytdi. Shunaqa bo'lishi kerak, chunki Markaziy bank ko'pincha real sifralarda, real sonlarni aytadi, shu qanaqa noto'g'ri ma'lumot bermaydi odatda. Bu degan o'rtacha 10%, ya'ni ki bir yilda siz 10%ingizni u ko'rpalaringiz ichida yoki sandiqda saqlasangiz, bir yilda o'rtacha 10% pulingizni yo'qotdingiz. 100% aytaman, yo'qotdingiz. Siz u pulni yo'qotib qo'yishingiz mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin yoki to'g'risi o'zbekchalik kimgadir qarz berishingiz mumkin. Eng yaxshisi omonatga qo'ying. Omonatga qo'ysangiz, mabodo do'stlaringiz so'ragan taqdirda ham pulim omonat dedingiz, muammo yo'q. Omonatda juda ham yaxshi turadi. Bank sizga kafolatlaydi, davlat ham sizga kafolatlab qo'ygan va bundan tashqari siz 100 million so'm qo'yadigan bo'lsangiz, o'rtacha 100 millionga 22 million, 23 million so'm foyda olasiz. Bu yaxshi emasmi? Agar mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizni jamg'arib borayotgan mablag'ingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta omonatga qo'ying. Mana shundan keyingi videoda bugungi kundagi O'zbekistondagi eng yaxshi omonatlar to'g'risida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta bu ma'lumotni siz o'tkazib yubormaysiz. O'ylaymanki bugungi video sizlarga qisqacha bo'lsa ham foydasi tegdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Sizlar bilan Orzubek Jo'rayev bo'ldi. MyBank.uz kanalida qoling. Xayr, omon bo'ling.